7. bab. Onundan keyin yeryüzünün töt bulundu tuğan töt periştini ködüm. Ula, quruqluq, deniz, hem del daraxtlarni boran urmaslığı üçün yeryüzünün töt tərpidin keldiğen boranni tizgillep turatdı. Məngü hayat Xudoning möhrini elib, kun chiqishdan kelgan boshqa bir farishtani ködüm. U qattiq ovoz bilan quruqluq va dengizlarni buzib tashlash huquqi berilgan ashu to'rt farishtaga biz Xudoning xizmatkorlarining peshonasiga mo'r bosqucha quruqluq, dengiz va dal-daraxtlarni buzib tashlamanglar deb vaqirdi. Ondan men möhürlengenlerinin sonini anladım. İsraillarning bütün qabilalaridan 144 ming kishi, yani Yahuda qabilasidan 12 ming kishi, Ruben qabilasidan 12 ming kishi, Gad qabilasidan 12 ming kishi, Asher qabilasidan 12 ming kishi, Naftali qabilasidan 12 ming kishi, Manasse qabilasidan 12 ming kishi, Şimon qabilasidan 12 ming kishi, Lavi qabilasidan 12 ming kishi, İsakkar qabilasidan 12 ming kishi, Zabulun qabilasidan 12 ming kishi, Yusuf qabilasidan 12 ming kishi, Benyamin qabilasidan 12 ming kishi möhürlengen idi. Ondan her xalq, her qabila, her millatdan bo'lgan, her xil tillarda so'zlashadigan, sanab tugatkusiz zo'r bir to'p xaloyiqning, taxtning va qo'zning oldi turganligini ko'rdim. Ularning hammasi oq to'n kiygan bo'lib, qo'llarida xurma shoxlari tutgan edi. Ular ünlük ovoz bilan nijotliq taxtda o'ltirgan Xudoyimizdan va qo'zdan keladi deb vaqirishadi. Bütün farishtalar taxtning yetakchilarining va to'rt tirik maxluqning atrofiga olishib olgan edi. Ular taxtning oldida yerga bosh qo'yib, Xudoga sajda qilib, mundaq deyishadi. Amin. Matiya, shon sharaf, donolik va tashakkur, hurmat va kuch qudrat Xudoyimizga mangu mansub bo'lsin. Amin. Şu çağda yetakchilardan biri mendin oq to'n kiygan bu kishilar kim bo'ladi? Qayerdan keldi? deb so'radi. Taqsir, men bilmayman. Bu o'zlariga ma'lumdir, dedim. U menga bular dahshatlik baloyi ofatlarni beshidan o'tkazib kelganlardir. Ular to'nlarini qo'zning qinida yuyib oppoq qilgan. Shuning uchun ular Xudoning taxtining oldida turib, Xudoning ibodatxonasida kech-kunduz uning xizmatida bo'ladi. Taxtda o'tirg'uchi Xudo ularga soyvandir. Ular endi osh qamaydi, usimaydi. Ularga ne oftob, ne qattiq issiq o'tmaydi. Chunki ularni taxtning o'tirsidagi qo'za boqidi va hayotliq suyuning buloqlariga elib bordi. Xudo ularning ko'zlaridagi bütün yoshlarni surtidi, dedi.